Assalomualaykum qadrli do'stlar. Baliqchi tumaniga olib keldik. Baliqchi tumandan kilometr uzoqlikda Chinobod yo'lida yerga kirib ketilyapmiz. Shunga mana shunday 22 kechatli o'rtasida uchta teshigi bor bo'lsa kerak desa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Butun vodiy bo'ylab 10 mingtalik, 5 mingtalik, 3 mingtalik mashinalarda yetkazib beramiz. Yoshlarimiz hozir keres to'kib beryapti. Bu birinchi reysi 2 kun oldin kelgan. Bu reysi mana yangi keldi. Holatlari, sifatlari shu holatda bo'ladi. Teshiklik degani sanaga ko'p chiqib ketadi degan narsa emas. To'g'risini biror dona sanaga yo'q. Ota-ona ham topadi. O'ta vaqtda apparatni qurisi baquvvat bo'lsa, deyarli umuman bir dona ham topadi. Unga shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.